Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mana shu ukamizni taniganlar bormi? Aslida tanimaganlar bormi deyishim kerak bu ukamizni. Juda serqirra ijodkor Avaz Mirzo ukamiz. Ba'diki hozir mehmonga keldim, xullas bir fikrlarini bilib. Kim eslaydi? Bu ukamizsiz qishlog'imizda mana shu Yesin, Buromatut, Mozorkuna mana shu umuman juda ko'p qishloqlarda ukamizsiz to'ylar o'tmagan vaqtida. Ha uka? Aka 2011da Vine ishlagan ekanmiz. U paytda YouTube, Instagram, Telegram moda bo'lmagan. Даже kamerada ishlardik. Prosto 1202 6300 telefonlarda aloqalashardik. To'g'risida armiyadan olib kelardi telefonlarni. Eslayman. Lekin kamerada video ishlab YouTube'ga chiqqanmiz Hasan akam bilanlar. Lekin u paytda bloger degan narsa yo'q. Yo'q. Hozir ham mana uka, hozir ham bloglaringizni yurityapsiz. Endi hozir ham har holda men o'zim ham kuzataman ukamni, muxlisaman to'g'risi. O'zim ham mana shu ukalarimga havas qilib, keyin bir ikkita yana ukalarga havas qilib o'zim ham oz-moz blog yuritib turaman. Nima desa bo'ladi? Xudo xolasa mana shu ukamiz bilan birga ish qilmoqchimiz, birga ijod qilmoqchimiz. Uka, Xudo xolasa zo'r turasizlar, gazini qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yana mana Xudo xolasa bitta mana akamiz ham mehmonga chaqirganmiz. Hasan akamiz bag'am juda serqirra ijodkor, oliy ma'lumotli ijodkor degan bo'ladi. Chunki baxt teatralni bitirgan, aka, teatralni bitirgansiz aka. O'zingiz bir fikringizni bildiringchi mana shu. Farhodjon juda ham to'g'ri fikr bildiryaptilar Avazxonni. Bugun Avaz Mirzoni biz juda ham hurmat cheksiz, chunki bu ilgarigi eski ijodkor, bu eng o'zini o'sha yurgan davrlarda ham Farhodjon juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Bu yigitni hozir men mana bu Instagramdagi yuritayotgan o'sha faoliyatlariga ko'rib turib qiziqib, men o'zim taklif bilan chiqdim. Avazxon, endi birga ijod qilsak bo'lar ekan, sizda xotirjam hamma imkoniyat bor ekan. Birga ijod qilaylik deb o'zimiz xotirjam shu taklif bilan chiqdik. Xudo xolasa kecha birinchi qadamlarni bosganmiz. Xudo xolasa ko'rgan bo'lsanglar kerak. Yana Xudo xolasa bugun yana g'oyalar bilan birgalashib Avazbek hamda Farhodjonda ham juda katta bir g'oyalar bor ekan. Demak, 3 ta birlik bitta bo'lyapmiz. Xudo xolasa bizdan yaxshiliklar albatta chiqadi va sizlarga ko'ngilga yoqadigan yaxshi narsalar. Gap yo'q aka, gap yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Gapirishni ham ko'ryapsizlarmi? Baribir professional odam bilinadi-da mana. Biz endi jay darajasiga gapirib ketaveramiz. Ammo mana shu ukamni eslaganlar yozib ketinglar kommentariyada. Sinimizni to'yini qilamizmi? Akalarimizning to'yi bo'ladimi? Qishloqda to'ylarsiz, bashi ukamizsiz to'ylar o'tmagan. O'zini programmasida haligi qiziqarli kvellarda, qiziqarli chiqishlarda qilardi ukamiz. Boshqacha chiqqanda o'sha davrlarda